Assalamu alaykum. German tilini öğreniyotgan tirishchan do'stlar, yaxshimisizlar? Bilgininglardek boshqalar bilan dialog qurish, paranglashish uchun ma'lum so'zlarni, jumlalarni bilishimiz kerak. Endi buning ichida havoyi ahvolni ifodalashmi intayin muhim bir tema hisoblanadi. Chunki germanlar bilan uy nerda, qancha bolasi bor degandek shaxsiy paranglarni bek qilishib ketgili bo'lmaydi normalda. Ular masalan germanlar bilan bir dialog boshlatish uchun havodan boshlasanglar eng yaxshi bir tanlash bo'ldi deb o'ylayman. Shunga german tilida havoning ahvolini qanday ifodalaymiz buni o'rganib olsanglar sizlar uchun foydali. Hamsa boshlab ketaylik. Ko'rganinglardek masalan wie ist das Wetter heute? Masalan bugun havo qanday? Bu havo intayin muhim bir tema. Resim Google'dan tushirib qo'ygandim, sal nima ochiq chiqmabdi. Shu ayrim tayyorligini qaraylik. Avval german tilidagi 4 mavsum, ya'ni 4 tabii bir yildagi 4 mavsumni germancha nima deymiz? Shuni bir qarab o'taylik. Winter, qish, Sommer, yoz, Frühling, bahar, Herbst, kuz. Bu german tilidagi 4 mavsumning germancha ifodalanishi. Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Endi shu german tilida havoyi ahvolni ifodalashga munosabatli so'zlarni o'qib o'taylik. Das Wetter, havoyi. Der Regen, yağmur. Der Hagel, möldür. Der Blitz, çakmak. Der Donner, güldürmama. Die Sonne, quyosh. Der Regenbogen, Hasan Hüseyin. Der Schnee, qar. Der Schneeflocke, qar tanelari. Das Eis, muz. Eisning yana marujna degan ma'nosi bor. Die Wolke, bulut. Der Nebel, tuman. Der Wind, shamal. Das Gewitter, güldürmamlik yağmur. Der Sturm, buran chapqun. Der Wirbelsturm, quyunliq buran chapqun, ya'ni cho'gilab boshna nima qildigan. Der Überschwemmung, kelkun, qiyon. Endi havoyi ahvolni tasvirlashda ishlatiladigan fe'llar. Masalan, yağmur yog'yotidi, qor yog'yotidi, shamol chiqyotidi, masalan bizning Uyg'ur tilimizdagi. Men bu qanday shaklda berdim desanglar, sol tarafdan boshlab qarasanglar, fe'lning asl shaklini berdim. Ondan keyin bu shu fe'lning hozirgi zamonda 3-shaxs turilinishini berdim, 3-shaxs bilan. Chunki jumlalar yanında qarasanglar, misol jumla berdim. Havoyining ahvolini ifodalagan vaqtda shu jumla qalbini ko'pincha vaqt ishlatamiz. S, ya'ni das Wetter desanglar bo'ldi, lekin ko'pincha vaqtda S orqali ifodalaymiz. Qaranglar, masalan, birinchi so'zga Schneien degan qor yog'ish degan gap. Schneit 3-shaxs turilinishi. Es schneit, ya'ni qor yog'yotidi. Regnet. Es regnet, yağmur yog'yotidi. Hagelt. Es hagelt, möldür yog'yotidi. Gewittert. Es gewittert, güldürmamlik yağmur yog'yotidi. Weht. Der Wind weht, shamol chiqyotidi. Scheint. Die Sonne scheint. Shine degan parlash degan parlash degan ma'nolar bor. Endi buni men Uyg'urchada endi quyosh parladi deb ifodalasak bo'ldi herhalde. Quyosh chiqyotidi deb yozibdiman. Blitzen, uni 3-shaxs turilinishi blitzt. Es blitz. Chaqmoq chiqyotidi. Donnert. Es donnert. Blitz bilan donut ba'zida billa, ya'ni ko'pincha vaqtda billa ishlatildi. Endi bu fe'llar endi havoyi masalan yağmur yog'yotidi, qor yog'yotidi deganda buni ifodalashning usullari. Men misol jumlalarni yodlab olsanglar yaxshi. Muqim mushtal ishlasanglar bo'ldi. Endi bu havoyi ahvolni ifodalashda fe'ldan boshqa yana ko'p sifatlar bor. Yağmurliq, shamolliq, issiq, sovuq deganga o'xshash masalan shu so'zlarni. Endi buni qanday jumlada ifodalaymiz desanglar, masalan sol tarafga qarasanglar, es ist qo'shimiz shu sifatlar. Es ist kalt, es ist warm, es ist heiß, es ist kühl. Masalan bu shaklda ifodadim. Bir bu sifatlarning germanchisini va uyg'urchasini o'qib o'taylik. Kalt, sovuq, warm, illiq, heiß, issiq, kühl, so'rin, sonnig, quyoshliq, ya'ni havo ochiq demakchi. Windig, shamolliq. Regnerisch, yağmurluq. Bewölkt, bulutluq. Endi havoyini ahvolni ifodalashda ko'p ishlatiladigan jumla qiliplashgan jumladan bir nechasini berdim. Qaranglar. Wie ist das Wetter? Havo qandaq? Wie ist das Wetter? Havo qandaq? Es ist schön, havo yaxshi. Das Wetter ist schön, havo yaxshi. Das Wetter ist schlecht.
desanglar bo'ladi. Schlecht degan nachar degan gap. Es ist schönes Wetter. Bu yaxshi havo. Es ist schlecht Wetter. Bu nachar havo. Keyingi 3 jumlaga qarasanglar, bu masalan havo qancha daraja degan darajasini ifodalash, ya'ni issiqlikda temperaturning qancha darajaligini ifodalash. Daraja degani grad deymiz. Masalan, qancha daraja? Havo bugun qancha daraja? Wie viel Grad ist es? Bu muqim jumla shakli yodlab olsanglar yaxshi. Havo qancha daraja degan vaqtida masalan -0, -1, 1. Bu uchini es ist bilan ifodalaymiz. Ya'ni sein fe'lning chekimlanma turilishini keyingi videolarda ko'ramiz. Uning ist shakli, ya'ni 3 shaxs asnikinimiz bo'yicha es ist -1 yoki 0 yoki 1 grad deb shu ifodalaymiz. Agar ko'plik sonlar 2, 4, 20, -5 degandek bo'lsa, undan es sind qo'llandik ekanmiz. Buni diqqat qilinglar. Masalan, es ist -1, 0, 1 grad. Eng oxirgi jumla es sind 2, 20, -5 grad. Grad degan daraja degan gap, ya'ni bu jumlani yodlab olinglar. Bu videoda men qisqacha ishlatadigan so'zlarni fe'l, sifat shakllarida, ananing ism, fe'l, sifat shakllarida tushuntirdim. Ananing keyin bir necha o'rnak jumlalarni berdim. Yodlab olishinglarni umid qilaman va sizlarga foydasi bo'lishini umid qilaman. Amsa keyingi videoda ko'rishaylik. Auf Wiedersehen.